Kambag'allikni qisqartirish masalasiga biror davlatda bizchalik vazirlik darajasida e'tibor berilgani haqida eshitmaganman. Muammo borligini tan olish, unga yechim izlash shubhasiz to'g'ri qadam. Ammo eng quyi bo'g'inlarda bevosita yordamga muhtoj aholi bilan ishlashda xo'jako'rsinlikka yo'l qo'ymaslik. Yordamga muhtoj nochor odamlarning bo'yniga kuchi yetmaydigan, belini sindiradigan kreditlarni ilib qo'ymaslik. Yolg'on raqamlar bilan o'zimizni aldamaslik juda ham muhim. Ha, bu yog'idan ichilar ekanda buni. Nimaga unday noqulay ichadi odamlar? Bugun hatto 3,5 ta odamni ishga kirgizaylik. Mana birinchi odam. Da. Aka, assalomu alaykum. Salom. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас работа есть. Какой режим работы? Беззуг режим. Ruscham tuga. Assalomu alaykum. Charcham, sog' salomat. Aka, biz kambag'allikni qisqartirishdanmiz. Sizga kredit ajratib bermoqchimiz. O'zi men kredit olib shu ahvolga tushib qoldim. Men normal odam edim. Nima xohlaysanlar yana mendan? Yo, kam foizli qilib, bo'lib to'lashga qilib beramiz. Shuni ko'proq foizli qilib, bo'lib to'lamay yuring. Shunaqasi bormi? Bo'lmasa ish bor sizga. Xo'sh. Yotib qoladigan joyi bilan. Bu как раз yotishga joyi yo'q edi. Nima ish? Mebel sexda ishlaysiz. Divan ko'tarasiz, kreslo ko'tarasiz, stul ko'tarasiz, kuxni garnitur ko'tarasiz. Buncha narsa ko'tara olmayman. Men belim bo'lmaydi, yotib qolaman. O'sha yotib qolish joyi bilan deyapman-ku. Voy boshimni qatirma. Nima boshimni qatirma? Hozir-ku normal yuribsiz. Ertaga arulada yotib qolib, hech kimga keraksiz inson bo'lish tasavvur qilib ko'rganmisiz? Unchalik katta kredit olib ko'rmaganman lekin. Uning uchun biznes plan bilan kirish kerak. O'zi menda hammasi normalli. Mana kambag'allar daftarida turaman. Temir daftarida turaman. Yoshlar daftarida turaman. Ayollar daftarida turaman. Ertalab voqli 7 da turaman. Nimaga? Shulardan pul yig'ib chiqish kerak bitta. Qoch yo'limdan. Foydasi yo'q ekan. Mana xolada. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizda ishimiz bor edi. Nima ishing bor? Shu ishingizni qonuniy qilib bermoqchimiz. Men bilan nima ishing bor deyapman. Sotib o'tiribman, ichkari qoch. Shu ishingizni qonuniy qilsa yaxshi-ku, firma ochamiz sizga. Yoki YATT yoki MCJ. MCJ oching, zo'r. Tushuntirchi, Yakka tartibdagi tadbirkor degani. Ha. MCJ. MCJ shu YATT emas-da. Mana ismingiz nima sizning? Sabohat. Sabohat opa MCJlar. Ha, Sabohat opa MCJ. G'alati. G'alati eshitilyapti. Sen tushuntir yaxshilab mana Mana YATTda imtiyozlarimiz bor. Belgilangan soliq stavkasini 50% ni to'laysiz. Keyin 12% da endi siz 12% emasda 7% to'laysiz. Bu sizga ancha выгодный degani. Ingliz tilida gapiryapsanmi? O'ylaygar, umrimni oxirigacha foydalanmaydigan narsalar haqida gapiryapsizlar. Qochinglar, tinch qo'yinglar meni. Opa MCJ zo'r edi, yana o'z bilasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlasizlarmi o'zi? Ancha odamni bizga bo'y qilding. Mana qarang. Nosirov Ma'ruf edi, men bu. Ostonov Doston, Bahridinov Laziz edi. Mana Nosirov Ma'ruf bo'y, Ostonov Doston bo'y, Bahridinov Laziz bo'y. Bo'y so'zini qo'shdik, bo'y bo'ldi. Zo'r. Men qarang, men biznesmen bo'lmoqchi bo'lganman. Ana, shu dalaga guruch ekkanman. Mana deysiz. O'sha yili guruch suv tekin bo'ldi, bankrot bo'ldim. Demayli, lekin to'xtamadim. Keyin guruch yig'ishtirdimda, mo'yka qildim. Mana deysiz. Shu mo'ykani guruch ekkan dalamga qilib qo'ygan ekanman, hech kim kirmadi, yana bankrot bo'ldim. Lekin unda ham to'xtamadim. Bitta biznesni o'ylashni boshladim. O'yladim, o'ylayotgan paytim bankrot bo'ldim. Sanchi uka, nima desak bo'ladi? Biza bor-ku, ishsizlarga ish topaveramiz. Omadsizlarga emas, uka. Xohlasang, senga sifon olib beramiz, smesитель olib beramiz, bitta vanna olib beramiz. Tushundim, santexnika narsalarni sotaman-da. Cho'milasan. Yaxshilar. Bor, bosh og'ritmagan. O'zi menga qara. Men Yakkasaroyda yuribmiz. Rostdan ham ana Sergeli taraflarga borsak bo'lmaydimi? U yoqqa borsak hammasi ish so'raydi-da. Unga ko'ra Nikitsina. Ana shu ko'chaga boramiz.